demoqchimanki, psixologik immunitetimiz qanchalik past bo'lsa, biz depressiyaga shuncha moyil bo'lib boramiz. Yuqori kaloriyali ovqatlar ham tushkun kayfiyatga olib keladi, miya faoliyatini ishlashini pasaytirar ekan. Lekin ko'pincha bizning xalqimizda odamlar depressiya va tushkunlikka ajrata bilishmaydi. Hozirgi zamonda depressiyani ko'payib ketishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni hattoki bizani yeb ichayotgan o'sha ozuqa mahsulotlarimiz ham ba'zilari tushkunlik kayfiyatiga olib kelishi sababchi bo'lyapti. Shu joyda muxlislarimizga demak o'ziga o'zi psixolog bo'lish uchun bitta mashq o'rgatib qo'yaylik, to u psixologga murojaat qilgunicha. 70% turk aholisi iste'mol qilmaydi. Juda kamdan kam holatda, lekin mana bozorlariga borsak, eng ko'p mahsuloti ko'katlar. Stressi ta'sirida o'zi biz doim stressga uchraymiz. Stresssiz hayot yo'q desam ham bo'ladi. Biz o'ylardik doim Kavkazcha shashlik deganda Kavkazda juda ko'p yeydi go'sht deb o'ylaganmiz. Ularda haftada bir marta yesa katta gap ekan go'shtni. Tuqqanidan keyin har kuni duch kelgan kim esiga kelib qolsa o'sha odam telefon qiladi, soatlab gaplashadi. Tinmay to'xtovsiz. Diqqatni pasayishi, e'tiborni pasayishi, shu bilan birga xotira ham pasayib ketadi. Depressiyada qaror qabul qilish holatlari ham pasayib ketadi. Inson qaror qabul qilishga ikkilanib qoladi. Assalomu alaykum. Ayol qizlarga ma'naviy ko'mak loyihasining aziz muxlisalari. Bugun sizlar bilan O'zini unutganlar Turkum podkastining navbatdagi soni va uning mavzusi depressiya va tushkunlik. Va bugun biz bilan Ayol qizlarga ma'naviy ko'mak loyihasining shifokor mutaxassislari, nevropatolog, pediatr, nutritsiolog Usmonova Dilafruzxon va pediatr, fiziolog Razzoqova Shahodatxon birga bo'lamiz. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini baholashiga qaraganda depressiya hozirgi shu 2025-yil mana o'tgan yilda semizlik va qandli diabet kasalidan keyingi o'rinda turar ekan deb baholashdi. Lekin ko'pincha bizning xalqimizda odamlar depressiya va tushkunlikka ajrata bilishmaydi. Chunki ayol qizlarga ma'naviy ko'mak loyihasiga kelgan murojaatlarga qaraganda aksariyati men depressiyadaman deb kelishadi. Lekin odamlar o'sha depressiya nima, tushkunlik nima ajratib olmaganligi ana shu qabulxonada tushunib olinadi. Demak, depressiyani holatlari bor ekan. Ya'ni uni biologik omili va psixologik omili bor ekan. Demak, tushkunlik boshqa narsa, depressiya butunlay boshqa kasallik. Birinchidan, masalan, agar biz depressiyani 3 xil ko'rinishga ega deb baholaydigan holati bor. Shuni gapiradigan bo'lsak, birinchidan depressiya, masalan, kimdir menga baqirdi yoki bir xunuk voqea xabari kelib qoldi, men eshitdim va qaraqtib qoldim, lol qoldim, shokka tushdimda, yoki menga stress berdi. Bo'ldi, 2 kunga men o'zimni yo'qotgan deyman, lekin 2 kundan keyin sekin o'zimga kelaman. Mana bu tushkun holatida, ya'ni depressiyani o'sha birinchi ko'rinishi desak bo'ladi, даже depressiyaga ham yetmaydi bu holati. Endi ikkinchi holati bu haqiqiy bir balo, ofat, masalan, chet ellarda masalan urush ofatlari yoki suv bosishi yoki o'rmon atrofida yashaydigan odamlar uchun o'rmon yonib ketishi, yaqin inson tabiiy ofatlar, yaqin insonni vafot etdi. Ana shu holat kelsa-da, shunaqa bir balo ofatlar kelsa, qo'rqinchli voqealar hayotida bo'lsa-da, inson o'zini yana yo'qotib qo'yadi, yana tormozlanib qoladi, shokda, kuchli stressda. Lekin sekin 1-2 oyda o'zi chiqib keta oladi bu holatdan. Mana bu depressiyani ikkinchi ko'rinishi, ya'ni reaktiv depressiya deb atalar ekan. Endi uchinchisi bu o'ta chuqur depressiya va uni simptomlari qanaqa bo'ladi desak, bu biokimik buzilishi, genetik komponentlar bilan muhit ta'sirini jamlanishi sababidan ekan. Qanchalik bu fikrlar to'g'ri yoki noto'g'ri, nima deb o'ylaysizlar? Kim qo'shiladi bu fikrga yoki kim boshqacha fikr mulohaza etadi yoki haqiqatan to'g'ri deb yana qo'shimcha qila oladi? Bu fikrlaringizga qo'shilaman, chunki haqiqatda
Depressiyada organizmda faqatgina tashqi muhit omili emas, ichki muhit omillari ham juda ham katta ahamiyatga ega. Bunda genetik moyillik ham tagida rol o'ynaydi, ya'ni ahamiyat kasb etadi. Bizani yashab turgan vaziyat, ya'ni doimiy muhitni doimiy ta'siri, ya'ni negativ ta'siri hamda o'zimizni shu sharoitdagi holatimizdan kelib chiqqan holatda, misol uchun yeb ichishga qaratilgan o'zimizni shu oziqa mahsulotlarimizni noto'g'ri tanlashimiz ham hozirgi zamonda depressiyani ko'payib ketishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni olimlarni tekshirish natijasida, ya'ni ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni tajribadan kelib chiqqan holatda shuni aniqlashganki, hattoki bizani yeb ichayotgan o'sha oziqa mahsulotlarimiz ham ba'zilari tushkunlik kayfiyatiga olib kelishi sababchi bo'lyapti. Masalan, ular qanaqa? Misol uchun mana hozir ko'pchilik gazirovkalar ichadi. Ya'ni o'ta shirin gazirovkalar organizmda nima deydi, shunga bo'lgan o'rganishni chaqiradi. Ya'ni endi unaqa bo'lmasin, antireklama bo'lmasin, Coca-Cola ichimligi hozir ko'pchilik ichadi. U organizmda judayam o'sha me'yordan ko'p iste'mol qilinganda unga qaramlik chaqiradi. Endi qaramlik chaqiradi deganda uni tarkibidagi o'sha mahsulotlarga emas, aynan shakarga bo'lgan qaramlik kuchayib boradi. U organizmga kirganda, shakar organizmga katta miqdorda kirganda qonda qand miqdori ko'tariladi. Qonda qand miqdori ko'tarilganda xuddi insonda energiya ko'paygandek, kayfiyat yaxshilangandek kuzatiladi. Yolg'on reaksiya paydo bo'ladi, demak. Yolg'on reaksiya bo'ladi va bu ketidan insulinni ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi. Ya'ni qonda qand miqdori oshganda oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqariladi qondagi qand miqdorini me'yorlashtirish uchun. Va bu 2 soatda haligi qand, ya'ni glyukoza hujayralarga hammasiga taqsimlab beriladi va qonda yana qand miqdori yana normaga tushadi. Normaga tushgandan keyin odam 2 soatdan keyin yana nimadir shirinlik yegisi yoki shokolad yana ichgisi keladi va kayfiyat yana tushib ketadi. Chunki qonda qand miqdori hadeb tez-tez ko'tarilganda bu miyaga ham ta'siri bordek, holatimizni ham o'zgarishiga, 2 soatga yaxshi kayfiyatda bo'ladi, keyin yana o'sha qondagi qand miqdori tushgandan keyin yana kayfiyat tushib ketadi va yana unga organizm shu kolaga yoki shirinlikka bo'lgan ehtiyojini qondirgisi kelib harakat qiladi. Lekin inson bu holatda, o'zi anglamagan holatda atrofidagi insonlarga jahl qilishi, qanaqadir nima deydi, agressiv munosabat bildirishi o'zi bilmagan holatda bo'ladi. Va shu paytda agar u yana kola ichadigan bo'lsa, yana sekin kayfiyati yaxshilanishi kuzatiladi. Bu ham organizmda shu tushkun kayfiyatda depressiyaga kirib ketishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni oziqa mahsulotlarini noto'g'ri, ya'ni zararli oziqa mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishi bizani shu holatga ham olib keladi. Qanaqa oziqa mahsuloti? Ya'ni misol uchun go'sht mahsulotlarini me'yordan ortiq iste'mol qilish ham u ham organizmda, ya'ni go'sht mahsulotlarini, ya'ni oqsil deymiz ko'pincha, lekin u oqsildan tashqari boshqa tarkibi ham bor va bu narsalar organizmda normada chiqib ketishi kerak. Jigar uni tozalab beradi, lekin bu holatda normadan ortiq iste'mol qilinganda jigar uni tozalashga, organizmni zararsizlantirishga, ya'ni toksinlardan zararsizlantirishga ulgurmagan holatda organizmda sekin-asta toksinlarning yig'ilishi kuzatiladi va bu ko'pincha, mana agar bilsanglar, podagra kasalligiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Ortiqcha oqsillarni ko'payib ketishi hisobiga hamda nima deydi, o'tqop kasalliklariga, oshqozon osti bezi, pankreatit kasalliklariga sabab bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir oziqa mahsulotlar, yana boshqa, misol uchun shirinlik bilan yog'li ovqatlarni ko'pincha iste'mol qilish, misol uchun hozircha ommada urf bo'lgan Coca-Cola bilan fast foodlarni iste'mol qilishar. Yog'li ovqat bilan bu yoqda shirinlik kiradi va bu oshqozon osti beziga yuklama tarzida ta'sir qilgani uchun oshqozon osti bezida sekin-asta pankreatit shakllanishi mumkin. Ba'zi holatlarda o'tkir pankreatit u kamdan kam bo'ladi, lekin o'tkir pankreatit pristuplari ham, ya'ni xuruji bilan xirurgik bo'limlarga bemorlar murojaat qilishadi, lekin ko'pincha surunkali shu o'tqop va oshqozon osti bezi kasalliklari shakllanib boradi.
bu narsada organizmda o'shaning uchun aytiladiki yeyotgan ozuqa mahsulotlarni bir biri bilan mutanosib qilib yeyish kerak, ya'ni go'sht mahsulotlarini ko'proq ko'katlar bilan, sabzavotlar bilan, kletchatka bilan aralashtirib yeganda bunda oshqozon ichak traktiga og'irlik qilmaydi. Ya'ni o'sha ko'katlar va sabzavotlar ular bizani ichagimizga kirganda ichakdagi o'sha mikrofloradagi bakteriyalarni, ya'ni hazm qiluvchi, bizga yordam beruvchi bakteriyalarni ozuqasi hisoblanadi va ular yana ham yaxshi ishlashni boshlaydi. Haligi go'sht kirgan oqsilli mahsulot yaxshi hazmi yaxshilanadi, ya'ni rashipleniya bo'ladi. Parchalanishi yaxshilanadi. Bitta voqea esimga tushib ketdi. Bir shunaqa gap eshitdim. Manimcha televizorda ko'rganman bu ko'rsatuvni. Kavkaz tomonidagi aholini umri uzoq bo'lishi va kamdan kam har xil bizada bo'lgan kasalliklarni ularda kam uchrashi. Va asosiy sababi nimada deb o'rganishganda biza o'ylardik doim kavkazcha shashlik deganda Kavkazda juda ko'p yeydi go'sht deb o'ylaganmiz. Ularda haftada bir marta yesa katta gap ekan go'shti. Aksariyat ularda o'zi pishirgan non, sir mahsulotlari, tabiiy mahsulotlar ko'proq bo'ladi. Chunki tog'li xalq poliz mahsulotlari shunaqa ekan. Keyin ular ko'katlar ko'p yeyishadi. Juda ham ko'kat ko'p yeyishadi. O'zbekistonda haqiqatan bizada go'sht mahsuloti ko'p yeyiladi, lekin Kavkaz ahlida va boshqa turk ahllarida go'sht mahsulotlar haqiqatan normada, ba'zi oilalar bor haqiqatan umuman iste'mol qilishmaydi. 70% turk aholisi iste'mol qilmaydi. Juda kamdan kam holatda, lekin mana bozorlariga borsak, eng ko'p mahsulotda ko'katlar. Shunaqangi tog' qilib terib qo'yishadi, har qadamda ko'katlar va ular ko'katlarni olishganda setkalab olishadi. Men boshida hayron bo'lganman. Nima qilishadi shunchani olib ketadi? Qanaqa bo'lib shunchani yeyishadi? Irib qoladi kuyiga borib. Biz endi kam-kamdan yeymiz, iste'mol qilamiz. Faqat ustiga kosani kosaga, sho'rvaga, salatlar endi mana urf bo'lyapti. Mayonezsiz, ko'katli salatlar. Ana shu yerda ko'rdim, ayniqsa mana ismaloq biz kam iste'mol qilamiz. Mana bu yerga kelganimizdan keyin turmush o'rtog'im bozorga bordilar. Topib olishmaydi. Hech kim yo'q ismaloq oladigan joyda. Bitta biz olamiz deyaptilar-da. U aholida, Kavkaz aholisi, turk aholilari ismaloq juda ko'p iste'mol qilishadi. Har qanaqa holatda iste'mol qilishadi. Nima mahsulot yeysa, yonida albatta ismaloq bo'ladi. Go'sht mahsuloti oldida ham, hattoki ertalabki nonushtada ham, masalan, biz tuxum qovursak, ular ismaloq bilan tuxum qovurishadi. Omlet ismaloqli. Hattoki o'sha lavash urf bo'lgan, biz urf bo'lgan lavash orasiga ham go'sht qo'yamiz. Bu bilan go'sht yemang demoqchi emasmiz, lekin yeyish kerak me'yorida. Ko'pchilikning fikrida o'rnashib qolgan. Men faqat go'sht yeyishim kerak, oqsil yeyishim kerak. Yo'q, ana shu oqsilni me'yorida iste'mol qilib, uni tanamizda, ya'ni ichaklarimizda parchalanish uchun, hujayralarimizga to'g'ri holatda so'rilish uchun albatta uni yoniga kletchatkalar, minerallar kerak. Mineral kletchatkalar nimalarda bor? Shuni aytib ketaylik. Ya'ni bular shu ko'katlarda eng ko'p boy kletchatkaga boy mahsulotlar bular hamma ko'katlar. Bu ko'katlarni sanasak sanog'i yo'q. Juda ham ko'p. Sabzavotlar, o'zimizning karam, bulg'or qalampiri, hozir juda ham ko'p urf bo'lgan svetofor bolgarskiy deyshadi, o'sha. U ham unda eng ko'p antioksidantlar saqlaydi. Ya'ni antioksidant degani oksidlanish, bu yonish, ya'ni kislorod bilan birikkanda, ya'ni organizm noto'g'ri ishlaydi deganda, antioksidant degani, ya'ni o'sha oksidlanishga, yonishga qarshi degani. Ya'ni ular tabiiy o't o'chiruvchilar desak ham bo'ladi. Organizmga kirganda qayerda yong'in bo'layotgan bo'lsa, shu yerda ularni bostirib turadi. Bostirib organizmni yana ham yaxshi ishlashiga sababchi bo'luvchi mahsulotlar hisoblanadi. Lekin afsuski bizda ko'p oilalarda bilamiz, bunaqa bolgarskiyni nima deydi, bolalardan tashqari hattoki kattalar ham bolgarskiyni o'zini qanaqa yeysizlar deydi. Lekin salatlarni ichida souslarni shunaqa maromiga yetkazib qilinsa,
u ham judayam mazali chiqadi. Endi qaranglar, bu to'g'ri ovqatlanish holatida endi bu Da. shunaqa to'g'ri ovqatlanishi depressiyaga qanaqa ta'siri bor? Shuni ham bog'lab beraylik. Ha, bunda mana aytdimku, xuddi organizm noto'g'ri ishlashni boshlagandan keyin tushkun kayfiyat ham shunga yarasha nima deydi, avj olishi mumkinda. Ya'ni bizni o'sha oqsilga boy go'sht deymiz, shu narsa ham bizani nega tushkunlikka olib keladi deydigan bo'lsak, organizmda o'sha uni parchalanishi juda ham qiyin bo'ladi va u go'sht mahsulotida, ya'ni hayvon mahsulotlarida organizmda yallig'lanish jarayonini kuchaytiruvchi elementlari bor. Bu yallig'lanish jarayoni esa organizmni qarishga sababchi bo'ladi. Ya'ni organizmda tez shamollash bo'lsa, tez yallig'lanish jarayonlari bo'ladigan bo'lsa, organizm tez qarish jarayoniga ketadi. Ya'ni hujayralar tiklanishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz ko'proq parranda mahsulotlaridan, ya'ni tovuq yoki bo'lmasam o'shada xullas parranda mahsulotlarida kamroq bo'lar ekan. Bu xususiyat ko'proq fermada boqilgan hayvon mahsulotlarida ko'proq bo'lar ekan. Lekin dalada boqilgan, ya'ni nima deydi, tabiiy sharoitda, dalalarda o'tlarni yeb, tabiiy ko'proq ko'katlar yeb, ya'ni yangi o't chiqqan o'simliklarni, o'tlarni yeb katta bo'lgan hayvon mahsulotlarida bu ham kamroq bo'lar ekan. Lekin bizda nimagadir ko'proq ferma mahsulotlari anaqa ko'proq bo'ladi. Ya'ni o'sha quyosh kamroq ko'rishadi va asosan yem bilan boqiladi. Bu unaqa go'sht mahsulotlarini iloji boricha kamroq iste'mol qilgan yaxshi, chunki bu ham o'sha aytganimdek bosh miyadagi o'sha modda almashinuviga, bosh miyadagi o'sha neyromediatorlarni shu miya hujayralariga o'zaro ta'siriga baribir ta'siri bor ekan. Shuning uchun agar bundoq olib qaraydigan bo'lsak, oqsil miqdorini 60% hayvon oqsili bo'ladigan bo'lsa, 40% o'simlik oqsili bo'lishi kerak. Ya'ni biz oqsil deganda faqat hayvon oqsilini tushunamiz. Yo'q, faqat hayvon oqsili emas, o'simliklarda ham oqsillar bor. O'simlik tarkibida ham oqsilga boy o'simliklar biz, misol uchun no'xat, mosh, o'zimizning o'sha yasmiq, chechevitsa deyishadi. Shu mahsulotlarda ham oqsillar bor. Ya'ni hatto ismaloqda ham oqsil bor. Lekin u qanchadir miqdori, uni misol uchun ko'rvasa bo'ladi. Hozir juda ham informatsiya ko'p, internetda ma'lumot olsa bo'ladi va bu narsani mutanosib qilgan holatda iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Hamda yana bitta narsa bu yerda aytib o'tishim kerak. Yuqori kaloriyali ovqatlar ham tushkun kayfiyatga olib keladi, miya faoliyatini ishlashini pasaytirar ekan. Nima sababdan? Ortiqcha kaloriya kirganda, misol uchun organizm 2000 kaloriya ishlatyapti. Lekin biz 2500 yoki 2200 kaloriya ovqat yedik. Va bunda ko'pincha aytishadi, kaloriya ortiqcha bo'lgandan keyin yog'ga aylanadi, bo'ldi, yog'ni semirish bo'ladi. Undan tashqari miya hujayralariga ham nagruzka bo'lar ekan. Ya'ni bizani aqliy faoliyatimizda ham energiya ajraladi, jismoniy faoliyatda ham energiya ketadi. Aqlini ishlatgan odam kamroq energiya sarflaydi. Jismoniy faollik bilan shug'ullangan odam ko'proq energiya deymiz. Lekin unda ham bunda ham organizmda shunaqangi jarayonlar kechadiki, kaloriyalar ortiqcha energiya, ya'ni ortiqcha kelgan oziq mahsulotlardagi o'sha energiya, oddiy misol qilib qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Elektr tokida misol qilib keltiradigan bo'lsak, kuchlanish keladi. Misol uchun doimiy, misol uchun 200-230 voltgacha kelish kerak. 220 volt bo'lsa, agar undan oshib ketsa nima bo'ladi? Bizani uyimizdagi o'sha ba'zi anaqalar ishdan chiqishni boshlaydi. Bitaviy texnikalarimiz bor. Xuddi shunaqa ta'sir qabul qilgandek, ortiqcha ziddiyat qabul qilgandek, ko'tara olmaganda miyamiz unga qarshi agressiya paydo bo'ladi. Men shunaqa tushundim. Xuddi agressiya emas, o'sha ortiqcha anaqani ko'tara olmaganda energiyani, mana shu nima deydi, lampochkalar poqillab ketadi, ko'tara olmaydi. Xuddi shunaqa miya hujayralariga ham nagruzka bo'ladi va ular ishlash faoliyati buziladi. Shuni hisobiga, noto'g'ri ishlash hisobiga organizmda kayfiyat yomonlashishi kuzatiladi. Mana bunaqa deyishadi, Dilafruz gapingizni bo'ldim. Tibbiyotda ham, psixologiyada ham bizani oshqozon ichak sistemamiz, bizani ikkinchi miyamiz deyishadi. Bekorga emasda. Kishishni второй mozg. Shuning uchun bizada dinimizda yaxshi naqa bor, ro'za tutamiz. Mana bu narsa bizani miyamiz yaxshi ishlash uchun ham kerak ekan.
tushkun kayfiyatdan ham chiqishi uchun kerak ekan, organizm yaxshi ishlashi uchun, ya'ni tozalanishi uchun deymiz-ku. Haqiqatda organizm o'zini o'zi tozalashni boshlaydi. Ya'ni ba'zi boshqa din vakillarida, misol uchun intervalniy голодание deydi yoki bo'lmasam post deydi, boshqa niqalarda ham bor, dinlarda ham bor, ro'za tutish. Mana bu narsa nafaqat bizani tanamiz uchun, balki miya faoliyatimiz uchun juda muhim ekan. Ya'ni miya faoliyati organizmda o'sha toksinlar chiqib ketishi boshlagandan keyin miya ham tozalanar ekan. Miyani atrofida, misol uchun neyron hujayrasini atrofida glial hujayralar bor. Ya'ni neyronni saqlab turuvchi, ushlab turuvchi, ularni oziqlanishini ta'minlovchi, himoya qiluvchi hujayralar bor va atrofida bizda misol uchun tanamizda limfa oqsa, u miyada glimfa bor. U glimfa shu miyani tozalab beradi. Yuvib, har bitta neyron hujayralarning atrofidan o'sha zaharlarni yuvib tozalab olib chiqib ketadi. Mana bu ochlikda mana shu jarayon tezlashar ekan va organizmda bu jarayon tezlashgandan keyin fikrlash tiniqlashar ekan. Ya'ni neyronlarni o'zaro bog'lanishi, neyronniy sviazi deymiz, bu neyronlarning o'zaro bog'lanishi kuchayadi va nerv hujayralarining o'sha neyronlarni ishlash faoliyati ham aktivlashishi kuchayar ekan. Bu narsada bizaga o'sha nafaqat ochlik va ochlikdan tashqari uyquni to'g'ri tashkillash ham organizmga shu narsani olib keltirib beradi. Mana bizda ro'za tutganmiz yoki og'iz ochgandan keyin o'sha yotib dam olinadi, xufton o'qiymiz, tahajjud namozlarni o'qib, ertalab saharlikka turiladi va bu ertalab saharlikdan kechqurun iftorgacha bo'lgan davrda organizmga boshqa hech narsa kirmaganda organizm o'zini o'zi tozalash sistemasi ishga tushadi. Bu uyquni, sirkadniy ritmga e'tibor berishimiz juda katta rol o'ynayar ekan. Albatta. Shu uyquni o'zi ham mana tanamizga kelayotgan stressni kamaytiradi. Agar to'g'ri uyqu tashkil qilinsa, aynan mana shu vaqtida stressi ta'sirida o'zi biz doim stressga uchraymiz. Stresssiz hayot yo'q desam ham bo'ladi. Mana shu doimiy stresslar bizda qachon kamayadi? Agar o'sha organizmda tiniqib uxlasa, ya'ni tana dam olsa, haligi aytadiku o'rislarda maqol bor. Утро вечера мудренее deydi. Ya'ni kechqurungi fikrdan ko'ra ertalabki fikr afzalroq bo'ladi. Negaki, o'sha kechqurun biz uxlaganimizda aynan soat 10 dan 12 gacha yoki 1 gacha bo'lgan davrda uyqu bo'lishi kerak va mana shu davrda ishlab chiqariladigan, uni ko'pchilik biladi, melatoninni bilishadi, somatoterapin gormonini bilishadi va bundan tashqari yana 4 xil gormonsimon moddalar aniqlanganki, bular o'sha miyani, o'sha glimfani aktivlashtirib, miyani o'sha aytganimdek tozalab, xuddi oynalarni artgandek tinov qilib, hujayralarning ishlashini aktivlashtirib beradi va organizmni yoshartiradi. Ya'ni haligi hujayra qanchadir bo'lingandan keyin u o'ladi. O'sha bo'linish jarayonlarini yana ham uzoqroq davrda yaxshiroq ishlab berishi uchun ta'minlaydigan moddalar bor ekan. Bu moddalarni gormon deyilmagan, gormonsimon moddalar deb kashf qilingan. Bu kashfiyot yengili, ya'ni bu kashfiyot ochilganiga endi 5 yilcha bo'lib qoldi. Bundan keyin yana ham hali izlanishlar davom ettirilyapti va bu narsa haqiqatda odamlarda qarish jarayonini kamaytiruvchi effekti borligini ham isbotlashdi. Qarish jarayoni sekinlashgandan keyin o'z-o'zidan miya hujayralarimiz ham bizda fikrlarni tiniqligini ta'minlab beradi va fikrlarimizni pozitivga aylanishiga yordam beradi. Ya'ni negativ fikrlardan pozitiv, ya'ni ratsional fikrlashimiz kuchayishiga sabab bo'ladi. Biz tushkun kayfiyatda ko'pincha irratsional fikrlaymiz. Ko'p yomon fikrlar kelishi boshlaydi. Negativ o'y-xayollar ko'payadi, yopishqoq fikrlar mana shu narsani yo'qolishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni uyquni to'g'ri tashkillashtirish, kaloriyani kamaytirib taomlanish, oshqozon ichak sistemasiga ahamiyat berib, to'g'ri ovqatlanish, uyqu. Demak, bular natijasida stress kamayadi, stress kamayish natijasida depressiya ham, depressiv kasalliklarga uchrash ham kamayishi boshlaydi. Albatta. Demak, bizlarning asosiy o'zimizni, ya'ni bu kasallikni muhofaza qilishimiz uchun asosiy holat to'g'ri ovqatlanish, shakar moddasini kamaytirish, go'sht me'yorida iste'mol qilish va albatta ko'katlarni ko'paytirish. Bir nutritsiolog bilan gaplashganimda aytgandiki, JKT, ya'ni oshqozon ichak hazm sistemasini yaxshilash uchun
umuman organizm hamma organlar yaxshi ishlash uchun 5 bog' ko'kat, ya'ni kichkina hozirgi qishki sezonda kichkina bog'larni hisoblaydigan bo'lsak 5 ta bog' ko'kat kuniga iste'mol qilishimiz kerak ekan. Endi buni misol uchun ichiga faqatgina misol uchun ukrop bilan kashni tushunishimiz kerak emas. Ko'pchilik shunaqa tushunadi. Buni ichiga misol uchun kapusta, karamlar, aysberg karami, oddiy karam, salatniy list kiradi, keyin brukola kiradi. Misol uchun mana aytganlaridek ismaloqni agar misol uchun ikkita bog'ini to'g'rab qovurib yuboradigan bo'lsangiz, u yo'q bo'lib ketadi-da. Ozgina 2 qo'sh 3 qo'sh chiqadi. Kichikib ketadi. Ayniqsa bizani millatimizda juda ham ko'p iste'mol qilishadi buxorda ko'ksomsa, ko'katlar bilan qilingan misol uchun patirlarimiz, nonlarimiz. Mana bu narsa bekorga emas. Haqiqatda oshqozon ichak traktini yaxshilab olish uchun. Ya'ni qish bo'yi biz ko'kat yemadik. Oshqozonlarimiz уже charchaydi ovqatlardan, ya'ni bir xilliklar taomlardan va bahorga chiqib haligi ko'katlarni iste'mol qilganda yana ham organizm yosharishni boshlaydi. Bahor kelganda, "Voy, bahor bo'lib ochilib ketibsan, chiroyli bo'lib ketibsan" deb ayollarga biz gapiramiz, lekin o'sha narsa ko'pincha shu ko'katlarni iste'mol qilganimizda haqiqatda yuzlarimiz tiniqlashishi, o'zimizning kayfiyatimiz yaxshilanishi, bu haqiqatda nima deydi, bir-biriga juda ham bog'liq narsa-da. Yoki bo'lmasam agar qiynaladigan bo'lsa, smuzi holatida iste'mol qilsa ham bo'ladi. Hazmga qiynalsa. Endi o'zini yeyish nima deydi, yeyolmayman deydi-yu bir xil yeya olmaganda, misol uchun bitta bog' ismaloqni, bitta kivi, bitta olma va ozgina miqdorda suv solib, hozir blenderdan chiqarib, uni smuzi qilsa bo'ladi. Agar uni ham mazasi anaqa bo'lsa, ozgina asal qo'shib yuborsa bo'ladi va bu juda ham zo'r smuzi hisoblanadi. Hozir tarmoqlarda juda ham ko'payib ketgan, anaqa detoks qiladi deydi. Endi qanchadir miqdorda to'g'ri detoks qiladi, qaysi miqdordagi bizada ichaklardagi o'sha mikroflorani yaxshilash, ichaklarni yaxshi ishlash hisobiga toksinlarni o'ziga so'rib olib chiqib ketishiga yordam beradi. Qancha ko'katli yashil rangi to'q bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulot, ya'ni yashil rang beruvchi tarkibidagi o'sha o'simlik tarkibidagi yashil rang beruvchi moddasi ichaklardan ortiqcha yog'ni so'rilishini to'xtatar ekan, ya'ni bloklab o'ziga olib chiqib ketadi. Ya'ni bu oddiy ozdiruvchi deb aytishadi-yu, o'rlib dorisi bor, shunga o'xshab ta'sir qiladi. Depressiyani biz hozir mana ko'rib chiqdik, oziq-ovqat orqali ham odam depressiyaga uchrab qolishi mumkin ekan. Noto'g'ri ovqatlanishi kerakli mahsulotlarni iste'mol qilmasligi sababidan, hazm sistemasi buzilishidan. Endi depressiyani yana paydo bo'ladigan shunaqa omillari borki, bu muhit sababligi yoki psixologik omillar. Bu haqida nima qo'shimcha qila olasiz? Albatta, depressiyani shakllanishida nafaqat oshqozon ichak sistemasi, tashqi muhit omillari ham kuchli rol o'ynaydi. Birinchi bo'lib, bizani o'zimizni temperamentimiz va psixotiplarimiz bunga qarab ta'sir qilishi mumkin. Va hayot davomida orttirgan mana shu psixologik immunitetimiz ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, psixologik immunitetimiz qanchalik past bo'lsa, biz depressiyaga shuncha moyil bo'lib boramiz. Chunki stress bu tabiiy holat. Xohlamaymiz ham, xohlaymizmi, hayotimizda stress bo'ladi. Psixologik immunitet deganda nimani nazarda tutdingiz? Psixologik immunitet deganda bu tashqi muhitdan bizni tanamizga, bizga bo'layotgan negativ omillarga bo'lgan tanamizni bardoshliligi, tanamizni, ruhiyatimizni bardoshliligi bu psixologik immunitet deyiladi. Demak, biz tashqi muhitda bo'ladigan turli xil stresslarga qanchalik immunitetimiz yuqori bo'lar ekan, bizda depressiyaga tushib qolish ham shunchalik past bo'ladi. Ba'zan insonlar aytadi, "Men depressiyaga tushib qoldim" deyshadi. Uni farqlasha olmaydi, chunki tushkunlik bor, depressiya bor. Depressiya bu kasallik. Depressiya aniq bir kasallik bo'lib, ya'ni tibbiy muammo. Albatta, depressiya bu tibbiy muammo. Uni davolovchi ham vrach bo'ladi. To'g'ri, depressiyani ba'zi turlari bor.
unga ham qarab ajratib olishimiz mumkin. Tushkunlik bor. Tushkunlikni bu tibbiyotda apatiya deyiladi. Apatiya bu depressiya emas. Umuman boshqa narsalar. Apatiyada nima his qiladi odam? Apatiyada ham xuddi depressiyaga o'xshagan hissiyotlar paydo bo'ladi. O'sha simptomlar depressiya kabi bo'ladi, ammo davom etish vaqti qisqa bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilaylik, bizni ishxonamizda yoki oilamizda biror bir muammolar, ziddiyatli vaziyatlar bo'ldi deylik, biz o'sha vaziyatga nisbatan xuddi depressiya kabi tushkun kayfiyatlarga tushib qolamiz. Kayfiyatimiz pasayib ketadi, kognitiv muammolarimiz bo'ladi, xatti-harakatimizda yoki uyqumizda ba'zi bir muammolar kuzatilishi mumkin. Lekin agar biz o'sha vaziyat o'zgarishga harakat qilsak va shu vaziyat o'zgarsa, biz bu holatdan tezlik bilan chiqib keta olamiz. Depressiyani bu meni oddiy qilib tushuntirganimda, depressiyada esa bizga biror bir stressli, ziddiyatli muammolar bo'lsa, biz bu muammoni ichida buni hal qilishga harakat qilmasdan 2 oydan ortiq, ya'ni 1 oy, 2 oydan ortiq shunday tushkun kayfiyatda davom etaversak va bu muammodan chiqib keta olmasak, tushkun kayfiyatimiz 2 oydan da oshib ketsa, bu depressiv kasallikka o'tgan bo'lishi mumkin. Buni albatta mutaxassis aniqlaydi. Ko'pchilik mana mijozlarda kuzatamiz yoki savollar kelganda, menda depressiya ekan. Xo'sh, sizga depressiya deb kim tashxis qo'ydi? O'zim deyishadi yoki kimdir tanishim aytdi. Depressiyani o'zingiz tashxis qo'ya olmaysiz. Balki bu apatiya, ya'ni xalq tilida aytganda tushkunlikdir, oddiy tushkunlik. Bu tushkunlikni o'zingiz kuchingiz yetmayaptimi? Mutaxassisga yoki shu psixologga kelsangiz, tezda bu holatdan chiqib ketasiz. Agar buni mutaxassis bilan hal qilishmasa, bu holat davom etaversa, albatta sekin-astalik bilan depressiyaga o'tib ketishi mumkin. Depressiyani mana aytib o'tishim kerak, shu paytda 3 ta katta bir simptomi bor, ya'ni ko'rinarli simptomi. Bu birinchi bo'lib kayfiyat pasayib ketadi. Mana ba'zi insonlarda kayfiyat o'zgarib turadi-yu, depressiyada unaqa emas. Depressiyada pasayib ketadi. Kayfiyat tushishini muqim holati. Ya'ni u sakramaydi, bir xursand, bir yomon emas, doimiy pastga qarab ketganga o'xshash. Sakrab turishi mumkin boshida. Va boshida sakrab turishi mumkin va og'ir holatga kelganda u yanada pasayib ketadi. Muqim holatga keladi oraliqda va keyin pasayib ketishi mumkin. Keyingi holati bu fikrlar karaxtligi. Mana Dilafruz aytib o'tdilar, o'sha oshqozon ichi sistemamizda o'sha hazm sistemalarida buzilish bo'lsa, u yerdagi gormonlar, fermentlar noto'g'ri ishlaydi. Ana shuni natijasida ham miyamiz javob reaksiyasi sifatida fikrlarni karaxtligi ketadi. Bu depressiyada ham bo'ladigan holat. Fikrlar karaxt bo'lib qoladi. Mana xalq tilida insonlar bilan, hattoki o'zimizda ham mana o'tgan shunaqa holatlarimiz, yillar davomida depressiyada yashaganmiz, bilmaganmiz, turmush tarzimiz shunaqa bo'lgan, biz buni oddiy holat deb o'ylaganmiz. Eshitgandirsizlar, ko'pchilikning orasida fikrlolmay qoldim yoki qotib qoldim, xuddi tormoz bo'lib qolgandek holatga tushib qoldim deyishadi. Mana fikrlarni karaxtligi bo'ladi yoki adashib ketishadi. Endi buni ilmiy tilda aytganda kognitiv buzilishlar bo'ladi. Ya'ni diqqatni pasayishi, e'tiborni pasayishi, shu bilan birga xotira ham pasayib ketadi. Depressiyada qaror qabul qilish holatlari ham pasayib ketadi. Inson qaror qabul qilishga ikkilanib qoladi. Ba'zan istamay ham qoladi depressiv holatda. Kerak emas, qaror umuman qabul qilmaydi. Va 3-chi asosiy simptomlardan biri bu insonni, ya'ni og'ir simptomlari yana ham harakatga bo'lgan intilishi pasayib ketadi. Qimirlamay necha kunlab o'rnidan turmay yotaverish. Endi ko'pchilik mana yoshlarimizda, mana yosh kelinlarimiz endi unaqa qilisha olmaydi-yu, lekin kuchsizman, harakat qilgim kelmayapti deyishadi, yotgim kelib ketyapti deyishadi. Shu alomatlari keyin uyquchanlik. Mana bir xil o'ylaydi, uyqusizlik ham desa, depressiyada 2 xil holat kuzatiladi. Kimdadir uyqu ko'payib ketadi, uyquchan bo'lib qoladi, kimdir uyqusiz bo'lib qoladi. Mana shu holatlar eng bir ko'rinarli simptomlardan hisoblanadi. To'satdan ertalab 4-5larda uyg'onishi davomli, doimiy shunaqa. Mana bu ham depressiyaning bitta alomati ekan. Alomatlardan biri bo'lishi mumkin.
Angidoniya degan asosiy belgilari bo'lar ekan. Depressiya va shizofreniyada boshqa va psixik buzilishlarni asosiy simptomi ekan. Angidoniya, ya'ni angidoniya asosiy belgilari deydigan bo'lsak, bu lazzat olishi yo'qligi, ya'ni avval xursand qilgan ishlari, kasb-kori, narsalari endi umuman qoniqtirmay qolar ekan. Keyin motivatsiyasi yo'q bo'lib qolishi va o'zini qilib yurgan vazifalarni umuman bajarishni istamaslik, oddiy ishlardan ham voz kechish, masalan, oddiy tishini yuvib kelish yoki ko'chadan kirib keldi, masalan, doktor, shifokor ko'rigiga borib kelishdi, oyoq kiyimni kirib yotib olish hattoki, ana shu holatlar kuzatilar ekan. Ijtimoiy izolyatsiya, ya'ni yaqin do'stlardan, oila ahlidan qochish, hech kim bilan ko'rishishni xohlamaslik, qo'ng'iroq qilsa ham birov gaplashishni xohlamaslik, xuddi shunaqa yana hobbilarga qiziqish yo'qolishi. Oldin masalan oziq-ovqatdan, yeyish-ichishdan lazzat olgan bo'lishi mumkin, gaplashishdan, yaqin dugonalari bilan kafelarga borib shirinlik yeyishdan lazzat olgan bo'lsa yoki rasm chizish, gul parvarish qilish, tikish lazzat olgan bo'lsa, endi hech nima yoqmay qolar ekan. Mana shu angidoniya asosiy simptomi ekan. Ha, ya'ni Nima o'sha deydi lazzatlanish, polis? ya'ni baxtni his qilmay qoladi depressiyada. Oldin xursand qilgan narsalari hozir uni xursand qilmay qo'yadi. Biz angidoniya haqida gaplashdik. Uni teskarisi gedonizm, ya'ni nafs zo'r bo'lishi, Nafs yeyish haykaliga o'tib ichishga, ketishi, ya'ni. shunaqa kiyim kiyishga, yeyish ichishga, shavq, zavq, hayotga nimadirda Qiziqishlari yanada qiziqishlari kuchayib, ko'p. o'zini Ana shu. jilovlay olmasligi. Shu angidoniya bu shu gedonizm teskarisi, ya'ni o'sha depressiyani haqiqiy asosiy simptomi ekan. Bu haqida biz gaplashdik. Shahodatxon, nimada polis? Sizga savol. Boya bir gapirdingiz, gaplashayotgan paytimizda depressiyaning negizida ichki ziddiyatlar bor deb. Ana shu haqida chuqurroq gapirib o'tsangiz o'z mulohazalaringizni. To'g'ri aytasiz. O'sha depressiyani negizida psixologik olib qaraydigan bo'lsak, insonni ichidagi ziddiyatlar, ya'ni bir-biriga bo'lgan qarama-qarshiliklar yotadi. Masalan, biz insonmiz, biz inson bo'lganimizdek, biz yolg'izlikka moyil emasmiz. Inson bo'lib biz atrofimizdagi insonlardan mehr-oqibatni, ularga ko'rsatayotgan iltifotimizga nisbatan, ya'ni iltifotni kutamiz. Qo'llab-quvvatlashini, mehr berishini, bu tabiiy holat. Chunki inson imkon darajada hayotda jufti bilan, yaqinlari bilan yaratilgan, yolg'izlikka moyil emas. Demak, bizda boya aytib o'tganimizdek, ichki ziddiyat bo'lganda, masalan, ko'pgina ayollar, masalan, misol qilib aytsak, yangi kelinlarda yoki turmushga chiqqandan keyin yoki o'zi o'smir yoshdagilar yoki kattaroq bo'lganda ham aytishadiki, men boshqalarga qaram bo'lib qolmasam, o'zim eplayman, ya'ni xunuqib aytsak, tilim qisiq bo'lib qolmasin degan gaplarni ko'p eshitamiz. Ikkinchi tomondan biz inson aytib o'tdik-ku, insonmiz. Ikkinchi tomondan ichimizdagi boshqa holat aytadiki, men atrofimdagi insonlarni mehrini xohlayapman. Men ularni qo'llab-quvvatlashini xohlayapman degan narsa ham turadi. Ko'ryapsizmi? Bu ikkita ziddiyat bir-biriga qarshi turibdi. Bittasi kerak emas deb turibdi. Tilim qisiq bo'lmasin deyapti. Bittasi xohlayman deb turibdi. Mana shu ikkita ziddiyat bir-biriga uchraganda, bir-biriga qarama-qarshi kelganda, insonda o'zidan qoniqmaslik hissi kuchayib ketar ekan. Chunki inson bu yerda hozir anglamayapti. Men qaysini xohlayapman o'zi degan narsa. Ya'ni o'zidan qoniqmaslik hissi paydo bo'lgandan keyin bu bizada qahr, g'azab ko'rinishida namoyon bo'ladi. Yoki biz bu qahr, g'azabni yoki tashqariga yo'naltirib qo'yamiz. Atrofimizdagi insonlarga o'sha baqir-chaqir bilan, agressiya bilan chiqarishimiz mumkin yoki bu narsa ichimizda yig'ilib xafagarchilik ko'rinishida to'planib qoladi. Shu joyda muxlislarimizga, demak, o'ziga o'zi psixolog bo'lish uchun bitta mashq o'rgatib qo'ydik, to u psixologga murojaat qilgunicha. Demak, men ayni damda nimani xohlayman? E'tibornimi? Yoki birovga o'zimni kimligimni ko'rsatish, qo'limdan ish kelishini isbotlash uchunmi? Nimani xohlayman? Ya'ni shu savolni bergan holatda o'zingizga sekin javoblarni yozib chiqing. Shunda ichingizdagi ichki ziddiyatlar nimalardan iborat va ular qanaqa, shu haqida anglash paydo bo'ladi. Biz mana shu narsani anglab olishimiz kerak ekan. Shu savolga javob yozishgandan keyin
ko'proq biz yozishni tavsiya qilamiz, chunki inson yozganda bu yerda bir nechta retseptorlar ishlaydi. Sezgi retseptorlari ishlaydi. Ko'zimiz bilan uni yozgan narsamizni ko'ramiz va u yozgan narsamiz bizani miyamizga borib yetadi. Yozmasdan faqat xayolan o'tkazsak, xayolan shu savollarga javob bersak, bu yerda retseptorlar kamroq ishtirok etadi va unga beradigan javobimiz ham sustroq bo'lishi mumkin yoki noaniqroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq yozib, bu savollarga yozma tarzda javob yozib, uni anglab olishlari kerak. Ya'ni men o'sha siz aytgan savollarni beradi va shu savollarni topganda ikkala ziddiyatdan bittasini tanlaydi. Bunda nimaga biz yozishimiz kerak? Yana bitta qo'shimcha qilib o'taman. Misol uchun defektologlar, logopedlar ishlaganda bolalarga ko'pincha mayda motorika hisobiga, mayda motorika ya'ni barmoqlar bilan harakat, ruchka olganimizda yozamiz-ku, harakat bo'ladi. Bu harakat bosh miyani o'sha ya'ni fikrlash jarayonlarini kuchaytirish hisobiga bo'ladi. Bunda bizda ratsional fikrlanish kuchayadi. Ya'ni qo'l bilan yozganimizda oddiy fikrlab o'tirib, uni o'ylab, buni o'ylab, taroziga qo'yib o'ylagandan ko'ra yozib o'ylaganimizda bizda ratsional fikrlashni tiniqlashishiga olib keladi. Ya'ni tiniqroq, yaxshiroq, pozitivroq fikrlar kelishi boshlaydi. Sog'lom fikrlash. Maqsadga yo'naltirilgan fikrlar. Mana shu harakatdan bizga yordam beradi. Ya'ni bu biz yozganimizdan keyin yana qayta o'qiymiz. O'qiganimizda yana ham tiniqlashadi fikrlarimiz. Chunki o'ylab miyamizda o'tkazganimiz esimizdan chiqadi. Keyin nima o'ylagan edim deb yana taqqoslash uchun biz eslolmasligimiz mumkin, lekin yozib qo'ysak taqqoslashimizga oson bo'ladi. Ratsional bilan irratsional fikrlarimizni ajrata olamiz keyin yozganda. Gapirganimizda bilinmasligi mumkin, lekin yozganda aniq turadi. O'qiganingizdan keyin sirazu bilasiz, ha, demak men mana bunaqa o'ylagan ekanman deb to'xtab, buni fikrimni o'zgartirsam bo'lar ekan deb yana ham yaxshi pozitiv fikrga o'zgartira olamiz. Shuning uchun yozish baribir yaxshi narsa. Ha, Dilafruz, mana agar biz shu ishlarni amalga oshirmasak, shu savollarni berib, uni yozma tarzda javobini olmasak, bu narsa boya aytib o'tgandek, tanamizda yig'ilaveradi. Bu butun ichki dunyoni qamrab oladi. Inson ichki dunyosini qamrab olib, bu inson o'sha xafagarchilikka kirib qoladi, lekin o'zi bilmaydi. Bu xafagarchilik ekanligini bilmaydi va tashqaridan boshqalardan u keyin o'zini yanada mehrli inson ekanligini, boshqalar uni ajoyib, mehribon, bir pozitiv inson ekanligini tan olishlarini kutishi boshlar ekan. Tan olinishlik hissi kuchayib ketadi. Tan olinishlik hissi kuchayib ketadi. Bu holat u istayotgan o'sha tan olinish hissi ro'yobga chiqmasa, depressiya shakllanishiga turtki bo'lib berar ekan. Mana shu ro'yobga chiqmayotgan paytda hayotida biror bir yana ziddiyatli muammolar, stressli muammolar yuzaga kelib, ana shu holatga to'g'ri kelib qolsa, e'tirof etilmaganlik hissi yanada oshib ketadi va ongi ostida ziddiyatlar kuchayib ketib, ana shu natijasida depressiyaga moyil bo'lib qolar ekan inson. Ana shunaqa paytda nima qilish kerak? Boya savol javob qiladi dedik, yozadi dedik. Undan tashqari depressiyaga yoki tushkunlikka yaqinlashib qolgan odam qanaqa qilib o'zini o'sha botqoqdan chiqib ketishi mumkin? Qanaqa fikr mulohazalar bor? Depressiya boyaga aytib o'tganimizdek, bu kasallik. Bu kasallik bo'lgani uchun ham mana biz aytib o'tdik, buni psixologik holatini aytib o'tdik, ya'ni tashqi omillarini aytib o'tdik va bular tomonidan tibbiy tomonlama omillarni aytib o'tganimiz uchun buni ikkita omil birgalikda yuzaga kelib yanada kuchaygani uchun, kuchayishidan paydo bo'lgani uchun bu yerda tabiiyki birinchi bo'lib insonga yana bir inson kerak. Oddiy til bilan aytganimizda va albatta mutaxassis kerak. Inson yolg'iz qolish kerak emas. Demak, depressiyani faqat shifokor, psixiatr davolaydi. Albatta. Psixolog yordam bera olmaydi bunaqa. Psixologga tushkun holatda kelishi mumkin, lekin depressiya boya sanab o'tdik omillarni shu holat bo'lsa, albatta psixiatrga murojaat qilishi kerak.
Albatta, agar juda og'ir holatlar bo'lsa, birinchi bo'lib psixiatrga murojaat qilinadi. Ko'pchilik o'ylaydi, psixiatrga faqatgina ruhiy kasallar boradi deb o'ylaydi. Yo'q, bu faqatgina ruhiy kasallar emas. Depressiyaga chalingan insonlar bor yoki boshqa bir ruhiy holatlar bor. Aslida xalq orasida yuradigan sog'lom insonlar, lekin shunday kasallik bu. Bu jinni degani emas. Ular ham murojaat qiladi va psixiatr ularga dori darmon bilan muolaja yozib beradi va shu bilan birga psixolog mutaxassisiga yoki psixoterapevt yoki klinik psixolog degan mutaxassislar bor. Ularga murojaat qilib, ulardagi o'sha ichki ziddiyatlarni to'laligicha ochish kerak. Ya'ni ular bilan ham tibbiy dori darmon muolajasi kerak, ham psixolog mutaxassis yordami kerak. Ko'ryapsizmi? Faqatgina dori darmonga bog'lanib qolib biz ichimizdagi nima bu keltirib chiqaryapti? Bu simptomlarga nima sabab bo'lyapti? Balki ichimizda ziddiyatlardir, balki noto'g'ri ovqatlanishimiz yoki o'sha tibbiy tomonlama biror bir noto'g'ri disbalanslar ketayotgandir. Ularni aniqlab olishimiz kerak. U disbalanslarni psixiatr o'zini dori darmoni bilan lecheniya davolaydi. Psixolog insonni ichidagi ziddiyatlarni aniqlaydi. U mutaxassis bilan muolajani olib borish natijasida o'zidagi ichki holatlarni tashqariga chiqaradi. Chiqargan sari uni birgalikda hal etib, davo topishi oson va yengil bo'ladi. Va uni surunkali tusga o'tib qolmasligini ham oldini oladi. Bu joyda bir misol keltirmoqchiman. Bir tanishim bor edi. Yoshi katta ayol, nima desam, juda chiroyli uyda yashaydi. 2 qavatli, o'ziga to'q xonadon. Uyda mashina bor, uyda oilaga nima kerak bo'lsa hamma narsasi bisyor, bor, yetarli. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q u oilani. Ana shu ayol mana hozir shu kunda kun bo'yi faqat yotoqchilab qolgan, faqat telefonda Instagram ko'radi. Boshqa hech nima qo'ldan kelmaydi. Ya'ni o'rnidan turib, masalan, qanaqadir xatti-harakatlar, qayergadir borish, muloqot qilish, munosabatlarga kirishish yo'q, hammadan qochish va o'sha bo'lsa Instagram ko'radi, bo'lmasam yo'q. Shunchaki yotadi, o'rnidan turmaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa holatda kimga murojaat qilish kerak? Psixiatrga, yo psixologga, yo psixoterapevtga? Bunday holatda ko'pincha psixiatrga murojaat qilinadi, chunki anchadan beri davom etgan holat hisoblanadi bu. Salkam 1 yil. Uzoq vaqt davom etgani uchun bu yerda psixiatr o'z dorilarini yozib beradi, tavsiyalarni beradi hamda psixoterapevtga yo'naltiradi. Dorilarni ichayotgan holatda dorilarning ta'siri boshlangandan keyin terapiya qilish kerak bo'ladi. Psixoterapiya ham o'tkaziladi baravar dorilar bilan baravar. Yana bir holatni eslab o'taylik. Postradivaliy depressiya degan gap bor, ya'ni tug'ruqdan keyingi stress holati. Ana shunda ham psixologga murojaat qiladigan darajasi bor va psixiatrga murojaat qiladigan darajasi bor. Shu haqda ham gapirib o'taylik. Masalan, bir tanishim bor, yaxshigina yaqin munosabatda bo'lganmiz uzoq yil. O'ta yuvosh, kam gap, shunchaki tabassum qilib qo'yadigan. Masalan, 10 ta gapirsa ham bir tabassum qilib qo'ygan, gapirmaydigan ayol edi. U 3-farzandini tug'di. Tuqqanidan keyin har kuni soatlab duch kelgan kim esiga kelib qolsa o'sha odam telefon qiladi, soatlab gaplashadi. Tinmay, to'xtovsiz. Ya'ni qo'ng'iroq qilgan odamni, u tomondagi odamni eshitmaydi, o'zi tinimsiz gapiradi. Mana bu holatda kimga murojaat qiladi? Tug'ruqdan keyingi depressiya asosan gormonal buzilishlar hisobiga bo'ladi. Ya'ni bu tushkun kayfiyat это norma, ya'ni bo'ladi ko'pincha tug'ruqdan keyin qo'llab-quvvatlab atrofdagilar bu holatdan chiqib ketishga yordam berish kerak ayol kishini. Chunki homiladorlik davrida organizm shunaqa ishlaydiki, kerakli gormonlar yaxshilab ishlab beradiki, u farzandni, ya'ni homilani yaxshilab o'sishi uchun, oziqlanishi uchun, yaxshi rivojlanishi uchun kerakli gormonlar ko'p ishlanadi. Va bu holatda
onani organizmi kayfiyati a'lo, uyqulari yaxshi, eyforik holatda yuradi. Bu holatdan keyin homila, ya'ni onadan homila tug'ilgandan keyin, bola dunyoga kelgandan keyin organizm aytadi, bo'ldi, biz o'zimizni missiyamizni amalga oshirdik, bola eson-omon tashqi dunyoga chiqib oldi, endi biz dam olamiz deydida, gormonlarni miqdori qondagi konsentratsiyasi tushib ketadi. Bu tushib ketish miya faoliyatiga ham juda ham kuchli ta'sir qiladi, kayfiyat buzilishida, ya'ni tushkun kayfiyatda sabab bo'ladi. Kichkinagina narsa ham vohmali ko'rinishni boshlaydi, bolasi sal aksirsa ham yoki qanaqadir qilib qo'ysa ham, voy bolam yo'talyapti yoki qanaqadir pashshadan fil yasaydigan bo'lib qolishi mumkin, yoki bo'lmasam agar juda ham chuqur tushkunlik, ya'ni depressiya holatiga kiradigan bo'lsa, umuman bolasiga ham qaramay qo'yishi mumkin. Bolasiga ham qaramaydi, uyiga ham qaramaydi. Oddiy o'zini ishini qilishi yoki bo'lmasam hech qanaqa ish qilmasdan ham o'tirib yoki faqat yotishi mumkin. Yoki telefonga bog'lanib qolishi yoki o'sha siz aytgandek ortiqcha gaplar bilan juda ham ko'p gapirishga o'tib ketib qolishi mumkin. Bir xil o'ylaydi, yo'q, normalniy gapiryapti-ku, bu depressiya emas bunda deydi. Yo'q, depressiyani shunaqa turlari borki, odam inson qilmagan ishini yoki ya'ni misol uchun oldin kam gap bo'lgan bo'lsa, keyin ko'payib ketib qoladi gaplari. Bu ham o'sha depressiyani bitta atipik turlariga kiradi. Bu holatda agardaki farzandga qarash, tashqi oilada, ya'ni o'zini vazifalarini bajarmaslik bilan ketayotgan bo'lsa, bu jarayon albatta psixiatrga murojaat qilinadi. Agarki u farzandiga qaralayotgan bo'lsa, bu holatda uy vazifalarini o'zini, ya'ni qaralayotgan bo'lsa, ya'ni o'zini o'zi ухаживать qilib, ya'ni опрятный bo'lib, tozalikka rioya qilib, har doim ishlarini, kundalik vazifalarini qilayotgan bo'lsa, unda psixoterapevtga murojaat qilganlar yaxshiroq. Ya'ni bu holatdan dorisiz chiqib ketishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni ona o'zini baribir ko'krak suti bilan boqayotgan bolasini ko'krakdan ajratmagani yaxshiroq. Lekin shu holat baholaniladi. Agar bu holat og'irroq bo'ladigan bo'lsa, unda ona farzandini o'sha ko'krak sutidan ajratgan holatda dori muolajalari bilan psixiatrda davolanish kerak bo'ladi. Psixiatrdan tashqari baribir ham yana qanchadir nima deydi, misol uchun 10-15 kun yoki 1 oydan keyin psixoterapevtga ham baravar murojaat qilish kerak, terapiya o'tkazish kerak. Chunki o'zini o'sha yomon fikrlardan yaxshi fikrlarga o'tishi uchun baribir terapevt, ya'ni psixoterapevt, psixologlar yordam beradi. Qo'llab-quvvatlovchi, nima deydi, tushkun kayfiyatdan chiqaruvchi motivatsion suhbatlar bilan, ya'ni ko'pincha KBT qilinadi, kognitiv behavioral terapiya ham juda ham qo'l keladi bunaqa holatlarda. Ya'ni onani yomon vaziyatdan, ya'ni men yomonman degan tushunchalar bilan bo'lib qoladi, kayfiyati pasayib ketgandan keyin hamma narsa negativ ko'rinishni boshlaydi va shu negativlarni pozitivga o'rgatishga psixologlarimiz yordam beradi. Shuning uchun baribir ham dori-darmon qilinadimi yoki dorisiz chiqariladimi, baribir psixologlarning o'zini o'rni bor bu holatda. Mutaxassisga murojaat qilish kerak. Mutaxassis albatta. Badan tarbiya mashqlari, harakat, qancha ko'p vazifa yuklanishi kerak. Eng asosiysi shu. Depressiyaga tushgan insonga vazifa yuklaverish kerak. O'sha qanchalik depressiyani og'ir yengilligiga qarab, qanchalik u bajara oladigan darajasiga qarab unga vazifalar berib boshlash kerak. O'zini agar kuchi yeta oladigan bo'lsa, o'ziga vazifalar qo'yish kerak. Agar o'zi kuchi yetmaydigan bo'lsa, buni albatta mutaxassis bilan birgalikda shu suhbat davomida aniqlanadi-da va unga kundalik vazifalarni berib boriladi. Iloji bo'lsa, o'sha jamoaviy ayollar jamoasiga qo'shilgan holatda hozir ko'p fitnesslar chiqqan, shularga qo'shilish kerak bo'ladi. Negaki, bu ham isbotlangan, ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan bu jarayon hisoblanadi. Tushkun kayfiyatdan ko'tarinki kayfiyatga o'tish uchun, ya'ni dopamin va endorfinlarning yaxshi ajralishi uchun bizda mushaklarda, ya'ni tana mushaklarida harakat ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha tushkun kayfiyatdagi, apatik holatdagi, yengil depressiyadagi insonlarga 30 daqiqa davomida harakat buyurilgan,
tez mayli noaniq bo'lsa ham qanaqadir jinnicha jismoniy harakatli bo'lsa ham harakat qilish buyurilgan va u bemorlarda 20-25 minutdan keyin kayfiyat o'zgarishi kuzatilgan, ya'ni yaxshi tomonga pozitiv kayfiyat boshlangan holat kuzatilgan. Shuning uchun albatta bu juda ham kerakli nuqtasi hisoblanadi. Harakat muhim holat. Harakat bizani tushkun kayfiyatdan chiqaradi. Ba'zi ayollarga aytsam, jismoniy faollik bilan shug'ullaning desam, voy o'zi uyda ishim ko'p o'zi deydi. Yo'q, uy ishidan tashqari biza yelka harakatlarini kam bajaramiz. Belga, yelkaga, umurtqa pog'onasiga biza harakat ya'ni deyarli bermaymiz. Uy ishida faqat qo'limiz bilan oyoq harakati bo'ladi, lekin tana harakati kam bo'ladi. O'sha tana harakati, oddiy misol, hech bo'lmaganda o'tirib turish. Prisedaniya deydi. Shu prisedaniya qilish ham juda ham haqiqatda kayfiyatni o'zgarishiga yordam beradi. Hozir aytishadi 10 ming qadam yuring deydi. 10 ming qadam u ham kayfiyatni yaxshilashga olib keladi, faqatgina tez bo'lsa. Ya'ni tez yurishga chiqish kerak. Yugurish emas, sekin yurish emas, iloji boricha tez. Xuddi avtobus kelib qoldi, siz oстановkaga hali yetib bormadingiz. Avtobus ketib qolmaslik uchun tezroq harakat qilasiz. Yugursangiz noqulay, lekin tez-tez yurasiz. Xuddi shunaqa holatda tez-tez yurish bo'lishi kerak. To'g'ri aytasiz. Men o'zimda shuni sinaganman. Qayerdadir shu material o'qib qolganimda 10 ming qadamdan 30 ming qadamgacha yurganda depressiyaga uchragan odam psixiatr yordamisiz bu holatdan chiqib ketgan ekan. Ya'ni o'sha odam o'ta chuqur depressiyaning eng oxirgi anaqasiga uchramagan, demak o'ziga yordam bera oladigan darajasida bo'lgan va o'sha 10 mingdan 30 minggacha qadam yurganida bu holatdan osonroq qutulib ketgan ekan. Va men o'zimda ham shu sinab ko'rdim. Biz hammamiz odammiz, hammamiz hayotimizda har xil voqea hodisalar bo'lib turadi. Tushkun kayfiyatda ko'pincha bo'lishimiz ham u ham tabiiy holat. Va menda ham shunaqa tushkun holat bo'lganda, men ham har doim piyoda yurishga harakat qilaman. 10 ming qadam yurganimda haqiqatdan qanaqadir negativ o'y-xayollar oqimi to'xtaydi, qanaqadir insaytlar paydo bo'ladi, g'oyalar paydo bo'ladi va hayotga intilish, shukur qilish, ne'matlarni his qilish holati paydo bo'ladi. Yana nimadirlar qilgingiz keladi. Kuchli kuch xuddi 10 ming qadam yursangiz ham kuch paydo bo'lgandek. Nimadir qilsam ekan, men bunaqa narsa qilaman, hozirga borib bunaqa qilaman degan o'sha yangi g'oyalar kelishni boshlaydi. Shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ba'zi insonlarga 10 ming qadam ham og'irlik qiladi va bu ham bir 10 ming qadam yuraman degan, bu ham bir maqsad, niyat-ku. Ba'zan insonlar voy 10 ming qadam ham yuramanmi? Yo'q, qo'y, ertaga yuraman deb qo'yishadi-da. O'sha narsadan to'sqinlik bo'lib qoladi. Shuning uchun men ko'pgina mijozlarga aytaman, keling, ozdan boshlaymiz. Ularga qo'rquv bo'lib ko'rinadi. Ularga notanish narsa insonga o'zi inson psixologiyasi shunaqa ruhiyati. Biz katta maqsadlar qo'yamiz va nimaga maqsadlarga erisha olmaymiz? Masalan, 10 ming qadam yoki nimadir qilish, nimaga biz o'sha narsani boshlay olmaymiz degan savol paydo bo'ladi. Chunki u narsa bizga notanish narsa. Insonga notanish narsa qo'rquv paydo qiladi oldinda. Shuning uchun katta bir narsa qo'yishdan oldin, rejalar qo'yishdan oldin, ayniqsa shu depressiv kasallikka moyil insonlarga birinchi bo'lib kichkinalardan boshlashni maslahat beramiz. O'sha qo'rquvni yengish uchun. Keling, siz mana hozir 10 ming qadam emas, bugun qanchaga imkoningiz bor? Ana shu siz uchun katta natija, katta yutuq deb tasavvur qiling deymiz va shuni bajaring deb o'shani bajartirib ko'ramiz. Bajarsinlar. Qanchalar bajardilar va o'zlarini qo'llab-quvvatlasizlar. Bugun men shuni bajara oldim. Oldin buni bajara olmaganman. Bugun bajara oldim. Qara, o'zingni quvvatlantir deb so'zlar bilan, o'zlariga yoqimli so'zlar bilan o'zlarini quvvatlantirib turishlari kerak va kun davomida yoki bir hafta kichikroq qadam yurgansalar, ikkinchi hafta yana ozgina qo'shib borishlari kerak va sekin-sekin uni ko'paytirib borish kerak. Ana o'shanda bizga mana bu qo'rquv holati, hissiyoti kichrayishni boshlaydi. Bu yoqda katta bo'lib turgan qo'rquv sekin-sekin kichrayib orqaga suriladi va sekin-sekin biz o'sha natijalarga erishishni boshlaymiz. Shu joyda uzr gapingiz bo'ldim, bitta mashq esimga tushib qoldi. Yana muxlisalarimizga buni uyga vazifa, yuqorida aytganimizdek bir mashq. O'ziga reja qilib qo'yadi, kun davomida falon ishni qilaman deb. Masalan, ertalab
mayli 10,000 qadam emas, 3,000 qadam yurish, uni ertasiga 4,000 qadam, uni ertasiga 5,000 qadam va kundalik vazifalar, nima ishlar qilish kerak kun davomida. Ana shu ishlarni har bittasini bajargandan keyin yoniga bundoq belgi qo'yib qo'yish. 3,000 qadam yurdim, belgi qo'yamiz. Borib, masalan, nimani yaxshi ko'ramiz? Ana shu narsani yoki yeyish yoki dam olish, ya'ni o'zini xursand qiladigan bitta holatni amalga oshirish. O'zini maqtash. Voy, men bugun shu ishni uddaladim siz aytganingizdek, ya'ni belgi qo'yamiz. Har bitta ishni bajarganimizda belgi qo'yamiz. Xuddi shu mashqni muxlisalarimizga tavsiya qilamiz. Albatta, bundan tashqari bizada marafon rejamiz bor edi, xotiramizdan ko'tarilibdi. Mana shu marafon loyihamizda ham shu tavsiyalarimizni aytib o'tganmiz. Har kunlik vazifalarimiz bor. U yerda ham mana shunday holatda nafaqat depressiyadan chiqishda, kundalik hayotda yashayotgan ayol qizlarimiz uchun biror bir yangi narsaga erishishlari uchun yoki hayotlarida nimadir qilmoqchilar, qila olmayaptilarmi? Ana shuni amalga oshirishlari uchun bir qancha mashqlarimiz bor. Yana bir mashqni aytib o'tishim kerak. Mana aytib o'tgan mashqimizga yonida qo'llaniladigan tavsiyamiz hisoblanadi. Bir dunyo rejalarimiz bo'ladi, yozib qo'yamiz. Bir qancha maqsadlarimiz, rejalarimiz, niyatlarimiz va qaysi biridan boshlashni bilmaymiz. Yozib chiqamiz hamma rejalarni va uni ajratamiz muhimlilik darajasiga qarab. O'ta muhimi va hozirgi damda shart bo'lgani deymiz. Ikkinchi qatoriga o'rtacha muhimlikdagi, uchinchi qatoriga esa hozir muhim emas. Ana undan oldin bu yoqda bir dunyo yozib qo'ygan o'sha maqsad, niyat, orzularimizni, rejalarimizni olib bularga bo'lib yozib chiqamiz alohida qilib. Ana o'shanda ko'zingiz bilan ajratib olasiz. Sizga qaysi hozir muhim? Birinchi bo'lib ana o'sha muhimidan boyagi usulimiz, tavsiyamiz bilan boshlab, ya'ni kichkinadan, oz-ozdan qilib kundalikda kuniga qarab ko'paytirib borib, eng muhimlarini bajaramiz. Bu muhimlarni yo'lga qo'yib olgandan so'ng esa o'rtacha muhimlikdagi, unaqa hali shoshilinch emasini bajarishga o'tamiz. U ikkita qatori, ikkita shu tablitsani bajarib bo'lganingizdan keyin esa bu o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketishi mumkin, uchinchi qatordagi rejalarimiz. Bu o'zidan o'zi yopilib ketadi. Bular bilan siz buni o'zi to'ldirib bo'lgan bo'lishingiz ham mumkin. Ana shu tavsiyani ham muxlisalarimizga tavsiya qilardik. Va marafonimizda qatnashishganda buni yanada to'liqroq bu ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Biz ularni kun davomida kuzatib boramiz, qayerda, nimada xato bor, nimada to'g'ri bajarishyapti, yordam bo'ladi bizdan ham. Shuning uchun qanchalar qatnashsa o'zlariga bir kerakli hayotlarida ishlata oladigan tavsiyalarni berib borar edik. Eslatib o'tamiz, sizlar uchun onlayn marafonlar tashkil qilyapmiz. Bizni kuzatib boring. Ya'ni bu onlayn marafonimizda sizlar bilan Shahodatxon va Dilafruzxon shifokorlarimiz, ya'ni Shahodatxon terapevt, fiziolog, Dilafruzxon pediatr, nutritsiolog va nevropatolog hamda bulardan tashqari psixolog mutaxassislarimiz, ayol qizlarga ma'naviy ko'mak loyihasining barcha psixolog va shifokor mutaxassislari ana shu marafonimizda sizlar bilan ishlashadi. Ya'ni u yerda siz onlayn formatda seminarlar, sessiyalarda qatnashib borasiz. Video formatda bo'ladi hamda bu mutaxassislarimiz bilan jonli muloqot bo'lib turadi haftada bir marta. Ana shu jonli muloqotda savol-javoblar bo'lib o'tadi. Demak, sizlarning barcha savollaringizga bizning mutaxassislarimiz javob berishadi. Albatta qatnashing. Bu yerda mavsumiy depressiya ham uchrab turadi ko'pchilikda. Ya'ni qish fasllarida, kuz fasllarida, ob-havo shu bulutli bo'lgan paytlarda yoki kimdadir yomg'irli paytlarda yuragi siqiladi, tushkun kayfiyatga tushadi, kayfiyati pasayib ketishi mumkin. Xuddi shu tushkunlik holatlari kuzatiladi. Buni ya'ni o'sha mavsumga doir depressiya deyiladi. Bunday holatlarda chiqib ketish yo'llari oson. Mutaxassis bilan ishlash mumkin. Ya'ni balki o'sha qaysidir vaqtlarda shunday ob-havo sharoitida unda nimadir bir jarohat bo'lgan bo'lishi mumkin. Xotirasida unga yoqmaydigan negativ xotiralar o'tgan bo'lishi mumkin. Uni ishlab chiqarib
tashlasa bo'ladi va tibbiy tomonlama olsak, bu davrda tabiiyki tanamizda vitamin D yetishmovchiligi bo'ladi. Uni shu vitamin D ni iste'mol qilish orqali yoki shu vitamin D preparatlarini qabul qilish orqali ham bu depressiyadan chiqib ketish imkoniga egamiz. Qadrli muxlisalar, bugun sizlar bilan ayol qizlarga ma'naviy ko'mak loyihasi mutaxassislari Shahodat Rasoqova va Usmonova Dilafruz shifokorlarimiz birga bo'lishdi. O'ylaymanki, bu tavsiyalarga amal qilasiz. Aziz muxlisalar, shu bilan bugungi podkastimiz nihoyasiga yetdi. Sizlarga bugun 2ta mashqqa tavsiya qildik va albatta tushkunlik holatidan qutulish yo'llarini, qaysi holatda tushkun holat hisoblanadi, qaysi holatda depressiya deb hisoblanadi, bularni hammasini ko'rib chiqdik va albatta o'zingizga tushkun holatga, depressiyaga tushib qolishdan ehtiyot bo'lish uchun aziz mutaxassislarimiz tavsiya qilishdiki, sport bilan shug'ullanish, toza havoda 10 ming qadam piyoda yurish, to'g'ri ovqatlanish va har gal ovqatlangandan o'tirganda yoningizda ko'p ko'katlar bo'lishi, masalan 50 gramm, 100 gramm ko'katlarni iste'mol qilish va go'sht mahsulotini o'rniga parranda go'shtlarini ham iste'mol qilib turish foydali ekanligi haqida gaplashdik. O'ylaymanki, bugungi podkastimiz sizga judayam manfaatli bo'ladi va bugungi podkastimizda aytib o'tilgan barcha gaplarga amal qilishga harakat qilib, o'zingizga o'zingiz yordam bera olasiz.